Bu masalani yechimini tushunish hali matematikani noldan boshlayotgan o'quvchilar uchun biroz qiyinlik qiladi. Shuning uchun bu qulaylik kimga qulay bo'ladi bu masala? Biroz matematika mavzularini ko'rgan, tenglamalar sistemasini tuzish bo'yicha yoki masalani o'qitirib tenglama tuzish ko'nikmasiga biroz ega bo'lgan va foizlarni tushungan bolalarga, o'quvchilarga bu biroz ancha tushunarliroq bo'ladi. Va endi tenglamamizning yechimini boshlaymiz. Bu yerda 2 kishilik va 4 kishilik jami 48 ta xona mavjud degan mehmonxonada. Demak, lekin biz har bitta 2 kishilik xonalar va 4 kishilik xonalar qanchadan ekanligini bilmaymiz va shuning uchun biz masalan 2 kishilik xonalarni x deb belgilab olamiz, nechtaligini bilmaymiz va ular soni x ta. 2 kishilik xonalar soni. Va 4 kishilik xonalar sonini y ta deb belgilab olamiz va ularni qo'shib chiqsak, jami 48 ta ekanligini bilamiz bu masala, bu berilgan ma'lumotdan, birinchi ma'lumotdan. Va mana ko'rib turibsizki, bizda ikkita noma'lum bor, x va y. Demak, bizda qoidalarımizda shunaqaki, tenglamalar sistemasi, umuman tenglama ishlashda agar noma'lumlar soni ikkita bo'ladigan bo'lsa, ularni ishlash uchun tenglamalar ham ikkita bo'lishi kerak. Bizda mana bitta tenglamani tuzdik. Endi qolgan ma'lumotlardan biz ikkinchi tenglamani tuzib olamiz. Xo'p, unda biz keyingi ma'lumotdan foydalanamiz. Bu mehmonxonadagi 2 kishilik xonalarning 30% va 4 kishilik xonalarning 25% to'liq band bo'lsa, mehmonxonadagi mehmonlar soni 40 nafar. Qolgan xonalar esa bo'sh bo'ladi, deyapti. Endi mana shu ma'lumotni biz eng qiyin joyi bo'ladi, tenglamaga qanday aylantiramiz. Ya'ni bizda jami x ta xona bor edi. Ya'ni 2 kishilik xonalarimiz x ta edi. X ta edi va o'shaning deyapti, 2 kishilik xonalarning 30% deyapti. To'lsa deyapti. Ya'ni 2 kishilik xonalarning 30% qanday bo'ladi? 2 kishilik xonalarning 30% o'sha ko'paytiramiz 0.3 ga. 0.3 ni ma'nosiki o'sha 30% ni beradi. Buni foizni o'rgangan o'quvchilarimiz ko'proq yaxshi bilishadi. Va keyingisi 4 kishilik xonalar y ta bo'ladigan bo'lsa, uning 25% deganda biz uni 0.25 ga ko'paytiramiz. Va ularni qo'shib chiqsak, bular 40 nafar bo'lishini bilamiz. Demak, buni tuzib oldik. Hisobga olmay ketgan narsam bor. Bu narsani men hozir videoni pauza qilib, 1 sekund o'sha pauza qilib turib, o'zingiz o'ylab xatoni topishga harakat qilib ko'ring-da, keyin yana pauzani davom ettirib, o'zingizning javobingiz bilan meni to'g'rilab ketgan o'sha anaqamni yechimimni solishtirib ko'ring. Xo'p. Demak, pauza qildingiz. Bu yerda nimani biz qoldirib ketdik? Bizda x'imiz nima edi? X'imiz 2 kishilik mehmonxona, 2 kishilik xonalar soni. Y'imiz 4 kishilik xonalar soni. Endi bu yerda masalada aytayaptiki, mehmonxonadagi mehmonlar soni 40 nafar bo'ladi. Qachonki 2 kishilik xonalarda 30% to'liq to'lganda, 2 kishilik xonalarni to'liq to'lganda degani, demak, har bitta x'imiz bu xonalar soni. Ularning 30% xonalarning 30%. Agar u xonalarning 30% to'lganda, u har bittasiga ikkitadan mehmon kiradi. Chunki 2 kishilik xona bu. Va demak biz mana chiqqan son, mana tuzgan tenglamamizni birinchi hadiga 2 ni ko'paytirib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Va ikkinchi tenglamaga ham 4 kishilik xona bo'lganligi uchun unda ham 4 kishilik xonalarning 25% to'layapti. Demak, har bitta xonaga to'liq to'layapti degan masalada. To'liq to'ldi degani har bitta xonaga 4 tadan o'quvchi, 4 tadan mehmon kirdi degan. Demak, buni biz 4 ga ko'paytiramiz. Oldiga ko'paytirib 4 koeffitsient qo'yib qo'yaman mana. Ana endi tenglamamiz, ikkita tenglamamiz, sistemamiz to'liq bo'ldi. Endi mana shu sistemani ishlashni boshlaymiz. Xo'p. Demak, davomidan x qo'shilgan y barobar 48. 2 ni 0.3 ga ko'paytirib yuboradigan bo'lsak, 0.6x qo'shilgan 4 ni 0.25 ga, ya'ni 25% ko'paytirganimizda 1 bo'ladi, ya'ni y ni o'ziga teng bo'lib qoladi va u 40 ga teng bo'layapti. Mana shunday. Mana shu soddalashgan ko'rinishga keldi. Endi bu yerda tenglamani ishlagan, tenglama sistemasini ishlagan o'quvchilarimiz biladiki, bu yerda bu sistemani ishlashning oson yo'li bu ayirish usuli, ya'ni yoki qo'shish usulidan foydalanish.
yuqoridagi tenglamadan pastdagi tenglamani ayirib yuboradigan bo'lsak, ya'ni ayirish qilamiz. Ayirib yuboradigan bo'lsak, x dan 0.06x ketgan paytda 0.4x qoladi va y dan y ketgan paytda 0 qoladi. Ya'ni bizda ayirib yuborishimizdan maqsad bitta noma'lumni yo'qotib yuborish. Bitta noma'lumni yo'qotib olib, ikkinchi noma'lumni topib olish bo'ladi. Demak, 48 dan 40 ni ayirganimizda barobar 8 bo'ladi. Endi 0.4x ko'paytiruv bo'lyapti. Uni barobar 8 bo'ladigan bo'lsa, x topish uchun 0.4 imiz bu yoqqa bo'lib o'tadi. Shunda 8 bo'lingan 0.4. Xo'p, 8 buni ishlanishi x barobar 8 bo'lib 0.4 imiz bu 0.4 agar kasr qilib yozib oladigan bo'lsam 10 dan 4 deb turib kasr ko'rinishda yozaman va kasrda bo'luvni ishlashni bilamiz. 8 ko'paytiruvga aylantirib 10 taqsim 4 deyiladi. Va 4 bilan 8 qisqarib 2 ga teng bo'ladi. Bu 1 ga teng bo'ladi. Va ya'ni bu yoq 2 ni 10 ga ko'paytiradigan bo'lsam, bu 20 ga bu 20 ga teng bo'lib ketadi. Ya'ni javobimiz bu yerda x imiz nima bo'lyapti? X imiz 20 ga teng bo'lyapti. Ya'ni ikki kishilik xonalar soni bu yerda 20 ga teng bo'lyapti. Va undan yuqoridagi tenglamadan agar 20 qo'shilgan y 4 kishilik xonalar soni 48 ga teng bo'lgan degan tenglama kelib chiqadi va bundan 4 kishilik xonalar sonini 28 ta ekanligini bilib olsak bo'ladi. Ya'ni 20 ga 28 ni qo'shsak 48 ga teng bo'ladi. Xullas, ya'ni y ni topish uchun biz 48 dan ayiramiz 20 ni. Xo'p. Demak, shunda y barobar 28 kelib chiqadi. Xo'p, hurmatli o'quvchilar, mana biz hozir xonalarni 2 kishilik xonalar va 4 kishilik xonalar nechta ekanligini bildik. Savolda bizdan nimani so'ragan? Ushbu mehmonxonaning barcha xonalarda qolishi mumkin bo'lgan mijozlarning umumiy soni qancha deyapti. Demak, buni yangi sahifaga yozaman. Demak, biz bilib oldik, bu yerda 2 kishilik xonalar 20 ta, 4 kishilik xonalar 28 ta. Demak, x barobar, ya'ni 2 kishilik xonalar 20 ta, y barobar 28 ta, ya'ni 4 kishilik xonalar. Bizga jami mehmonlar soni nechta bo'lishini so'rayapti. Demak, 2 kishilik xonalar 20 ta bo'lsa, har bittasiga 2 tadan mehmon sig'adi va qo'shamiz 28 ta 4 kishilik xonaga hammasi to'ladigan bo'lsa, 4 tadan mehmon sig'adi va bularni qo'shib hisoblaymiz. Demak, 20 ni 2 ga ko'paytiradigan bo'lsak 40, 28 ni 4 ga ko'paytiradigan bo'lsak 80, 112. Jami qo'shadigan bo'lsak 152 bo'ladi. Demak, jami mehmonlar soni mehmonxonaga 150 ta mehmon sig'adi ekan agar to'liq to'ladigan bo'lsa. Demak, biz masalamizni mana yechimini topdik. 152 chiqdi. Endi sizga qo'shimcha shunga o'xshash masalalar sonini yoki foizini o'zgartirgan holatda shu kanalga videoni tagiga tashlanadi. Agar sizda boshqa savollar tug'iladigan bo'lsa, mana shu masalaning yechimi bo'yicha yana izohlarda yozib qoldiring. Biz uni yana sizga tushuntiribroq javob beramiz va undan tashqari sizda qandaydir savol tug'iladigan bo'lsa, mana shu matematik masalalar bo'yicha biz sizga javob berishdan xursand bo'lamiz. E'tiboringiz uchun katta rahmat.